Eng ko'p keladigan savollardan bittasi bu ayollarning erkaklarni tushunmasligi. Erkaklarni tushunish uchun ayollar birinchi o'rinda biz o'zimizni, ya'ni ayollar o'zini anglashi kerak bo'ladi. Ikkinchidan, erkaklar psixologiyasi ayollarnikiga o'xshamaydi va ayollarnikidan ancha sodda bo'ladi. Biz tushunmaydigan darajada qiyin, murakkab emas ularniki, ayollarniki murakkabroq bo'lar ekan. Erkaklar psixologiyasi ko'proq bolalarnikiga o'xshab ketadi. Bolalarni qanaqa qilib mehr-muhabbat bilan aldab-aldab katta qilamiz, ishontiramiz biron narsalarga. Erkaklar ham shunaqa, ular bilan primoy, to'g'ri va tushunarli tarzda gaplashsa, kelishsa bo'ladi. Bizning ayollarning qiladigan bitta katta xatosi er-xotin munosabatlarida turmush o'rtog'idan juda ko'p narsani kutishlik va to'g'ridan-to'g'ri kutaverishlik. Hech narsani tushuntirmagan holatda o'zi bilib qilsin, o'zi qilsin, qilmasa demakki meni yaxshi ko'rmaydi. Bu juda ham noto'g'ri va erkaklarga bu holatda biz ko'pincha zulm qilib qo'yayotgan bo'lamiz. Agarda bu haqida erkaklarning psixologiyasini, ayollarning psixologiyasini va ularning logikasini chuqur o'rganmoqchi bo'lsanglar, men sizlarni o'zimning o'zligimga qaytaman kursimga taklif qilaman. Bu kursda biz bu masalalarni chuqurroq o'rganib chiqamiz.